Assalomu alaykum hurmatli og'darliklar va qadrli yurtdoshlar. Og'dara ovozi kanali o'zining san'at olami ko'rsatuvini boshlaydi. Biz ushbu ko'rsatuvining nomini Arpa qishloq ohanglar deb atadik. Buning sababi bor albatta. Bugun biz shu qishloqda tug'ilib o'sgan va san'at yo'lini tanlagan ustoz san'atkor Azimjon Quvondiyevich va u kishining shogirdlari Sohibjon Aminov va Yunus Mamadaminov bilan bo'lgan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Ve ular ijrosidagi dirraba va kuy va qo'shiqlardan bahramand bo'lasiz. Birinchi savolimiz albatta ustozga bo'ladi. Azimjon, mana shu san'at yo'liga kirib kelishingizda kimlar sababchi bo'lgan? Kim turtki bergan? O'sha yoshlikda bir eslaymiz-da xullas. Assalomu alaykum avvalambor, hurmatli muxlislar, cho'ka. San'atga kirib kelishimiz shu birinchi sinfdan boshlangan. Xudo rahmatli otamiz bilan sababchi bo'lishgan. Otam shu yoshligimda endi o'zimni ko'p eslay olmayman, shu qandaydir bir san'atga bo'lgan islatimizni ko'rib qolganda, o'shandan birinchi sinfdan musiqa maktabiga olib borgandilar. O'zi ixlos qo'ygan, to'g'rimi? San'atga bo'lishing kerak degan. Ixlos, sen o'zingda qanday qobiliyat borga o'xshaydi deb otam turtki bergan. Musiqa maktabiga Kattaqo'rg'on tumaniga shahar Alisher Navoiy musiqa maktabi bor edi. Bu nechinchi sinfdan boshlab o'qidingiz? Birinchi sinfdan 4-chi sinfgacha. Kattaqo'rg'onda. Kimlardan saboq oldingiz endi? Erkin aka degan ustozlarimiz bo'ladi. Shu insonlardan saboq olganmiz. Lola opa degan fortepianodan o'qituvchimiz bo'ladi. Insonlardan saboq olganmiz. Tor chalishni qayerdan o'rgandingiz? Ya oldin boshqa narsa chalgansiz? Tor chalish keyinchalik paydo bo'ldi. Ungacha-chi? Ungacha men masalan 4-sinfgacha Kattaqo'rg'onda o'qigan bo'lsam, 5-sinfdan keyin Toshkent poytaxtga bordik. Giler nomidagi musiqa maktabi internatiga. Hozir ham shu Giler nomida hozir. Ha, hozir ham Giler nomida. O'sha yerda g'ijjak bo'yicha men tahsil oldim. Hozircha chala olasizmi baribir? Ayni salpal endi qo'limizdan keladi chalamiz. Undan keyin shu yillar o'tib qo'shiqchilikka bo'lgan qiziqishimiz kuchayib ketdi. Necha yoshlarda endi bu? Bu 9-sinflardan boshlandi. O'sha yerda o'qiyotganingizda? O'sha yerda o'qiyotgandim. Undan keyin yillar davomida asosiy qo'shiq o'rganildi, boshqa qilindi. Birinchi aytgan qo'shiqni desangiz-mi? Birinchi aytgan u keyingi yillarda, u kelajakda bo'lgan yillarda shu Oqqa yanga juda qiziq qolgandik. Sherali ustozimiz, bobo ustozimiz Sherali Jo'rayev bo'ladilar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. O'zbekiston, Tojikiston xalqarchisi. Ko'p uchrashgan deb aytishasiz-da, to'g'rimi? Sherali Jo'rayev o'zingiz ustozingizni bilayotgansiz. Samarqandga to'ylarga kelsa, boshqalarga kelsa borib biz doim xizmatlarda bo'lardik. Nimaiki xizmat bo'lsa aytsalar, biz o'shanga tayyor bo'lib turardik. Ustozga Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Endi Tojikistonda xizmat ko'rsatgansiz. Qodir Mirashurov ham sizni ustozingiz deb hisoblashadi. Ayrimlar meni ustozim Qodirjon Mirashurov, Tojikistonda xizmat ko'rsatgan artist. Bobo ustozlik men Sherali Jo'rayevni bilaman. Chunki shogirdlarining shogirdi ham. Qodir Mirashurovlar bilan uchrashtirasizmi? Ha, albatta uchrashtiramiz. To'y ma'rakalar. O'tgan ham konsertlarini Navoiy tumanida qilganda shu Renobodda unga ham borib keldik konsertlarga qatnashib. Bu yil ham 15-mayda qilinyapti ekan, unga sal imkoniyatimiz bo'lmay turibdi, borolmayapmiz. Ular bilan gaplashib, maslahat olamiz, qo'shiqlarni ijro etamiz. Endi san'atkorlar bilan gaplashganimizda fonogramma haqida ham ko'proq gap bo'ladi-da. Sizning fikringiz fonogrammaga kerakmi, yo'qmi? To'siq qo'yish kerakmi, yo'qmi, nima deysiz? Hozir fonogramma haqida juda ko'p gap bo'lyapti. Matbuotda ham ko'rilyapti, mana shu internetda, telefonda chiqyapti. Ko'pchilik buyuk san'atkorlar shunga qandaydir salbiy fikr bildirishi, imkoniyat darajasida fonogrammani yo'q qilishga harakat qilishmoqda. Ya yo'q qilish kerakmi, yo'qmi nima? Men o'ylayman, jonli ijroga yetmaydi. Jonli ijro bilan aytgandan keyin bo'lgan muxlis bilan qandaydir qo'shiqni jonli ijro etgandan keyin u ko'rinmagan qandaydir bir holatda muloqotda bo'lasiz. Jonli ijro yaxshiroq. Yana bitta fikr bor. Mana shu ayrimlar televizorda ham ko'ryapmiz endi. Telefonga qarab qo'shiq aytyapti. yoki menerga shifargalkada qilib qo'shiq aytyapti. Bunga qanday qaraysiz?
ilgari hofizlarimiz o'sha komja o'tirayotgan boshlab biron marta tekstga ham qaramagan matnga, to'g'rimi? Shuni nima deysiz o'zingiz? Shaxsiy fikringiz. Shaxsiy fikrim, Shaxsiy fikr. imkoniyat darajasida shu telefonga qaragandan keyin bu fonogrammaligi bilinib qoladi-da. Shogirdlarimning bu yerda ular ham o'zlari jonli ijro bilan albatta qilishadi. Endi bu shogirdlarni bir tanishtirsangiz, tomoshabinlarimizga. Bu yerda o'tiribdilar Yunusjon, Ramadominov, Sohibjon Aminov. Shu qishloqda agar oladigan bo'lsak, mana har bir qishloq Ohanglarini nomladik nomlagan ekansiz. Shu yerda faoliyat yuritamiz. To'y hashamlarda, marakalarda. Bu shogirdlarimiz, Sohibjon jiyanimiz, bu ham o'sa jiyanga qarab ketib qoladi. Arpaqshotamda bir og'aydi deyapsiz. Ular shu san'atga meni ko'ribmi, boshqa sabablarmi qiziqishi uyg'ongan. O'shandan keyin ular yaxshi o'sha san'at yo'lida tahsil olib, mana shu bugungi kunlarda kelib, yaxshi xonandalar yetishgan. Siz bularda ijodidan qoniqasizmi, qoniqmaysiz? Bu xatosini topgan paytlaringiz ham bo'lganmi? Xato beayb parvardigor deyilgan. Xato hammada ham bo'ladi, o'zimizda ham hali. Bizlar ustoz deb aytyapsiz hozir, biz o'zimiz shogirdmiz. Siz ham endi olmishga kirdingizlar. Shunday. Lekin odam baribir o'sha eski gaplar bor. Beshikdan qabrgacha ilm o'rgangan degan gaplar bor. Bularga lekin qo'limdan kelgancha imkoniyat darajasida yaxshi maslahatlarni beraman. Endi shogirdlarimizga ham savol bersak. Sohibjon, qanday? Azimda qo'shiqlarni tinglab siz san'atkor bo'ldingizmi yo ungacha san'atkor bo'lish niyatingiz bormidi? Avvalo assalomu alaykum. Bizda qonimizda bor desam ham bo'ladi. Qonlarimizda ham o'qiyapti. Yana tog'am bor. Yana Ismoillar. Tog'a yetti ota-onani o'ta bilasizmi? Shunday. O'zim bilmagan holda o'sha tog'amlarni eshitib, shu san'at yo'liga kirib qolganman. Siz ham azimda yo'nalishda aytasiz. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Tog'amga ta'qib qilaman. Qaysi qo'shiqlar ko'proq ma'qul kelgan sizga o'sha o'rganish jarayonida? Tabiat yaxshi ko'rib eshitaman, ham aytaman o'zim ham. Barcha qo'shiqlarni yaxshi ko'rib ijro qilaman. Faqat shu Azimjonning qo'shig'ini aytasizmi yoki boshqa san'atkorlarning qo'shig'ini aytasizmi? Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Oxunjon Madaliyevni ham ijodiga qilib turaman. Siz taqlid masalasiga qanday qaraysiz? Taqlid. Qo'shiqlar masalan Tavakkal Qodirga o'xshatib aytaman deydi. Yoki Oxunjon Madaliyevga o'xshatib aytaman deydi. Yoki farqli marka. Siz shunga qanday shaxsiy fikringiz? Ya bu haqida o'ylab ko'rmagansiz? O'ylab ko'rganman, ko'proq o'xshatishga harakat qilganman, lekin Azim tog'amning qo'shig'ini aytsam ham ko'plar eshitib oxindi ovozi, oxindi yo'liga ketgan deb aytadi. O'zim xohlasam, xohlamasam yo siz o'xshash harakat qilmaysiz, lekin ovozimga o'xshaydi. Ha, o'sha oxinga ketib Buning uchun siz aybdor emassiz. Shunday. Endi Yunusjonga savol bersak, shogird sifatida, to'g'rimi? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Joni sog' bo'lsin. Sizlar shunchalik hurmat qilib qishlog'imizga tashrif buyurdingiz. Sizlarga tashakkur aytamiz. Salomat bo'lasiz. Siz san'atga kirib kelishingiz, an'anaviy savol menda. Hammaga shu savol berilibdi. San'at qanday kirib kelgansiz? Avvalo Allohdan yo'qtirilmasa bu sohaga kirib bo'lmaydi. Shu yoshligimizdan shu san'atga qandaydir shu ishqibozligimiz bor. Avvalo Siz Sohibjondan bir ikki yosh kattasiz. yo sinfdoshmi? Sinfdoshmi? Tengdosh. Tengdosh. Endi ustozni biz shu yoshligimizdan bilamiz. Azimjon Quvonov ustozimizga taqlid qilganmiz yoshligimizda. Endi uni eslasak xotiralar juda ko'p. Har bittasini aytamiz desak vaqt yetmaydi. Menga qo'shiq o'rgating deb borgansizmi yo'qmi Azimjon? Borganmiz, yonida yurganmiz. Tor chalish qayerda o'rganlaringiz? O'zidan o'rganganmiz. Avvalo asli endi san'at sohasida o'qiganimizda ham o'rganganmiz, lekin torlarni ko'tarib yurib, yonida sozlashni o'rganib shu avvalo ixlos qilganmiz. Ustoz qaysi fazilatlari sizga ko'proq ma'qul? Odamgarchilik. Juda ham ajoyib. Odam tanlamasdan
hammani bir ko'zda ko'rib Kamtarlikda. kamtarlik juda Kibr yo'q. Yo'q, kibr bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Endi bugun hurmatli tomoshabinlarimiz ham sizlarni qancha qo'shiqlaringizni eshitgan. Bundan keyin albatta bugun eshitadi, dirraba kuyba o'zimizga ma'qul kelgan qo'shiqlarni ijro etasiz degan umiddamiz. Men hozircha endi ustozga navbatni beramiz. Qo'shiq navbatini men boya aytdim, o'sha Sherali jo'ramiz aytgan bir qancha qo'shiqlarni aytdik. Ko'proq muxlislar bizga shuni murojaat qilishadi. Ben aytdim-ku. To'g'ri. Qoch haqidagi qo'shiqlar boyagi. Ustoz yo'llardan. Ha, shularni unutib. Marhamat, navbat sizga beramiz. Hurmatli og'daryoliklar, yurtdoshlar, hammasi sizning qo'shiqlarga muntazir. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hurmatli san'at shaydolari, mana bugun bir chiroyli bir yaxshi kun bo'lib turibdi. Yo'lchakam Muhammadiyev boshliq Og'daryo ovozi gazetasi orqali mana shunday bir chiroyli narsalar bo'lib boryapti. Uni internetda ham mana shu matbuotda tekst ko'rib kuzatib boryapmiz. Juda go'zal narsalar bo'lyapti. Yaxshi narsani yo'lga qo'yibdilar yo'lchakamiz. Hozir bugun mana navbat biz bilan shogirdlarimizga ekan. Hozir o'shaning uchun ko'pchilik el xalqimiz, muxlislarimiz so'raydigan qo'shiqlardan ijro etib beramiz sizlarga. Oilaviy salomatlik, sog'lik, baxt tilayman hammalaringizga, tinchlik tilayman hurmatli muxlislar, hurmatli san'at shaydolari. Marhamat, sizlar uchun kuylaymiz. Rahmat e'tibor uchun. Kimlerdir hastayu, kimdir salomat. Bu dünya işleri juda salomat. Kimlerdir hastayu, kimdir salomat. Ba'zida keladi, ketadi omad. Ba'zida keladi, ketadi omad. O'ksinmang takdir bu, o'ksinmang takdir. Ba'zida keladi, ketadi omad. O'ksinmang takdir bu, o'ksinmang takdir. Kimdir ayrıldı bugün bağrıdan. Kimlerdir ayrılar sevgen yardan. Kimdir ayrıldı bugün bağrıdan. Kimlerdir ayrılar sevgen yardan. Hafızsam ayrılar bir gün kardan. Hafızsam ayrılar bir gün kardan. Öksünmeng takdir bu, öksünmeng takdir.
Ba'zida keladi ketadi omad Öksünmeng takdir bu Öksünmeng takdir Her kim ham ayrılar bir gün oradan Öksünmeng takdir bu Öksünmeng Osmanımda bossada, hop,
güzel Ziba güzel Nanna güzel Şahla güzel
gülüm etringni soch Mayli etgan horing bo'lay Ko'z tegmasin bo'yingga deb Tilovchi zoring bo'lay Mayli bo'lay ko'zmin shog'ing Bo'yningda tumoring bo'lay Yiroq ketma ketsang agar Yo'lingda sirdoring bo'lay Boring bo'lay, yo'ling bo'lay Yoringdagi yoring bo'lay Boring bo'lay, yo'ling bo'lay Yoringdagi yoring bo'lay Yig'lamagil, yig'latmagil, dunyoda yolg'iz o'tmagil. Sevdim deya kuylay yonib, hargiz meni qo'zlatmagil. Har dam yoningda o'ltiray, ketdim sira ham aytmagil. Ko'zlari yonib, yuzlari qizib, aytgan so'zingdan qaytmagil. Oyla bo'yningga qo'llari Mayliga sinnoring bo'lay Yoring bo'lay, yo'ling bo'lay Yoningdagi yoring bo'lay Yoring bo'lay, yo'ling bo'lay Yoningdagi yoring bo'lay
Habibi do'stidan soch o'rnida endi o'zim mayliga dastoring bo'lay yoring bo'lay yo'ling bo'lay yoringdagi yoring bo'lay yoring bo'lay yo'ling bo'lay yoringdagi yoring bo'lay yoring bo'lay yo'ling bo'lay yoringdagi yoring Zor bo'laman seni
senga qo'yib Allohga ming bora shukr qilaman menga qilgan ushbu muruvvatiga menga qilgan ushbu muruvvatiga joniga qo'ymagan dononi xorlab qo'ymagan holi joniga qo'ymagan shayton bilan osh o'ynagan uni yorgan dunyosan shayton bilan osh o'ynagan uni yorgan dunyosan ovsarni siylab ovloqda oshini maqtab toqda ovsarni siylab ovloqda oshini maqtab toqda oqilni qiynab sirtmoqda loylarga qorgan dunyosan oqilni qiynab sirtmoqda loylarga qorgan dunyosan O'shiga solgan dunyosan oti o'rniga yo'lbars diye o'shlarga solgan dunyosan
Yağib bolang bilan Yog'ida yaxshi bilan Yog'ida yomon bilan Ayroham tushdi ba'zan qalb bilan iymon bilan lekin seni yo'qotdim birinchi muhabbat mangu g'aflatga botdim birinchi muhabbat Lekin inson hamisha birisiga asir Üçün bildim birinchi muhabbat Parvo qilmadim birinchi muhabbat Senden kaçamadım Yırakta Eder kalbimdeki ateş muhabbet Senden kaçıp Cidaham bo'lganim yo'q Oy kabi to'lganim yo'q Yulduzdek so'lganim yo'q Erta bahor gul kabi sarg'ayib so'nganim Faqat eslab
aziz yurtdoshlar, hurmatli tomoshabinlar, mana bugun biz Arpa mahallasining, Arpa qishlog'ining deb aniqroq aytaylik, Sohibjon Aminov xonadonida o'tiribmiz. Ko'rsatuvni mana shu yerdan tayyorladik. Mana bu ko'rsatuvimizga tashrif bergani uchun albatta ijodiy xodimlarimga rahmat aytamiz. Bizni ochiq chehra kutib olganlarimiz uchun mezbonlarga rahmatlar aytamiz. Ana shu yerda tashkil etgan Sohibjon sizga rahmat. Ajoyib qo'shiqlar uchun rahmat. Sizlarga ham katta rahmat. Biz shogirdlaringiz doimo ko'payaversin. Rahmat. Bundan keyin ham mana shunday katta davrlarda o'chirish nasib etsin. Inshaalloh. Hurmatli tomoshabinlarim, bizni ko'p turgan tomoshabinlar, nafaqat Og'dara, hozir ijtimoiy tarmoqlar hamma kuzatyapti. Bular uchun albatta sizlarning qo'shiqlaringiz manzur bo'ladi deb umid qilamiz. Sog' va salomat bo'lingizlar. Yana ko'rishguncha omon bo'lingizlar. Salomat.